Menimcha urolog androloglar ichida eng ko'p uchraydigan savollar shu bo'lsa kerak. Ijtimoiy tarmoqlarimizdan kelib tushgan yana navbatdagi savolimiz: 5 yildan beri farzandimiz yo'q, 4 marta tekshiruvdan o'tganmiz, maslahat bering. Menimcha urolog androloglar ichida eng ko'p uchraydigan savollar shu bo'lsa kerak. Faqat yilini yozamiz, mana 5 yildan beri farzandimiz yo'q, 4 marta tekshiruvdan o'tganmiz, maslahat bering. Hurmatli bizani kuzatuvchilarimiz, siz ham bizni to'g'ri tushuning. Biz sizni necha marta tekshiruvdan o'tganligingiz va necha yildan beri farzandli bo'la olmayotganligingizga qarab maslahat bera olmaymiz. To'g'ri tushuning. 4 marta, bor yo'q yiliga 1 marta tekshiruvdan o'tgansiz, shu bo'yicha bizdan maslahat so'rab olasiz. Bunaqa holatlarda bizga juda qiyin bo'ladi. Ayol, erkak birgalikda kelib, barcha analizlaringizni olib kelib va yangi analizlarni hammasini topshirib, ginekolog, urolog, androlog konsultatsiyasidan o'tib, to'liq tashxis qo'yilgandan keyingina biz sizga ayta olamiz. Sizni necha yildan beri farzandli emasligingiz va necha marta tekshiruvdan o'tganligingizga qarab maslahat bera olmaymiz.